Assalamu alaykum. Muhaciratga barliq aziz Sharq Turkistonlik aziz qarindoshlarım. Allohning rahmati va mag'firati hammamizga bo'lsin. Men Abdushukur Abdul Ahad, Sharq Turkistonning Qo'ldi shahridan. Men qarindoshlarim ustidan guvohlik bermoqchi. Qarindoshlarimiz bilan bo'lgan aloqamiz uzilib qoldi 1,5 yildek bo'ldi. Yaqinda anglagan xabarlarga qaraganda Hadam Guljannat Abdul Ahadning 2017 yili 8-yil atrofida inim Abdusamad Abdul Ahadning 2017 yili 11-oylar atrofida Xitoy tajovuzchi kafirlari ustidan qayta tarbiyalash deb ataladigan yig'ilish lagerlariga va yoki qamoqlarga solanganligidan xabar topdik. Allah qarindoshlarimizga osonlik ato qilsin. Bu xabardan anglab ko'nglim to'limi yerim bo'ldi. Allohning shu qarindoshlarimizga va qarindoshlarimga zolimning zulmini chekayotgan barcha aziz qarindoshlarimga osonlik tilayman. Allah qarindoshlarimizni o'z panohida saqlasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.